Chilonzor tumani hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalariga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda davlat idoralari vakillari, jamoatchilik hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida hududda korrupsiyaning oldini olish, shaffoflikni ta'minlash va fuqarolarning davlat tizimiga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan choralar muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, so'nggi yillarda bu borada bir qator qonunlar qabul qilindi. Anti-korrupsiya agentligi va Milliy kengash faoliyati kuchaytirildi. Ayniqsa, prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 5-mart kuni o'tkazgan yig'ilishida korrupsiya islohotlarning asosiy to'sig'i ekanini ta'kidladi va unga qarshi tizimli hamda qat'iy choralar ko'rilishi zarurligi aytildi. O'tkazilgan yig'ilishda ham aynan shu masalalar atroflicha muhokama qilindi. Bugungi tadbir davomida hozirgi kunda Chilonzor tumanidagi korrupsiyaga xoli hududga aylantirish bo'yicha ko'plab muhokamali yig'ilishlar o'tkazildi. Hozirgi yig'ilish davomida korrupsiyaviy holatlarni oldini olish, aholiga targ'ib qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilayotganligi va bu bo'yicha o'zim ishlayotgan kommunal xizmat ko'rsatish sohasidagi ishlarda ham aytib o'tsam, hozir kommunal xizmat ko'rsatish sohasi asosan korrupsiyaviy holatlar qurilish va kommunal xo'jaligi sohalaridagi aniqlanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Bugungi kunda hozir qurilish va kommunal sohasidagi oldini olish maqsadida har bir tashkilot, kommunal xizmat ko'rsatish korxonalari, boshqa servis kompaniyalari bilan birgalikda har bir xodim kesimida targ'ibot va tashviqot ishlari olib bormoqdamiz. Bundan tashqari tashkilotdagi har bir ishchi xodimlardan kafolat xati, undan tashqari o'sha o'z vakolati, mansab vakolatidan foydalanmasligi to'g'risida tushuntirishlar olib bormoqdamiz. Tadbirda so'zga chiqqan mutaxassislar korrupsiyani jamiyat tanasiga o'rnashgan illat, taraqqiyotga to'siq va ishonchga rahna soluvchi omil sifatida baholab, unga qarshi kurash faqat qonunlar bilan emas, balki avvalo e'tiqod, vijdon va fuqarolik mas'uliyati bilan olib borilishi lozimligini ta'kidlashdi. Ishtirokchilar tomonidan davlat xizmatlarini raqamlashtirish, moliyaviy mas'uliyatni kuchaytirish, ochiq va shaffof tizimni joriy etish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish kabi chora-tadbirlarning dolzarbligi qayd etildi. Shuningdek, korrupsiyani erta aniqlash, profilaktik ishlarni kuchaytirish va bu borada mahalla, jamoatchilik hamda yoshlar faolligini kengaytirish zarurligi aytildi. Tadbir yakunida korrupsiyaga qarshi kurashish nafaqat davlat organlarining vazifasi, balki har bir fuqaroning burchi ekanligiga alohida urg'u berildi. Munizxon Majidova, Jaloliddin Abdumavlonov, Poytaxt.